SAT'dan 1400 oldingiz va endi top universitetga, chet elga keta olmayman deb o'ylayapsizmi? Siz mutlaqo haqsiz. Hali hech narsa bo'lgani yo'q. Chill guys. Biz sizga bu videoning oxirigacha ro'yxat beramiz va o'zingizning majoringizga qarab siz universitetlarni bilib olasiz va o'zingizga kerakli ro'yxatni qilib olasiz. Shuning uchun shu videoni oxirigacha ko'ring va hit the like button, subscribe button. Let's start. Amerikadan boshlaymiz. Amerikada 1400 SAT bilan yaxshi universitetlarda o'qish mumkinmi? Mutlaqo mumkin va birinchi bo'lib aytadigan universitetimiz bu Michigan University in Ann Arbor. Ann Arbor shahrida Michigan University joylashgan va o'rtacha balli bu 1440 atrofida, lekin SAT 1400 ham raqobatdosh ball hisoblanadi. Odatdan bu universitetga kirish juda qiyin, chunki Michigan University'da muhandislik, biznes va huquq fakultetlari juda popular va ularga talab juda ham baland. Lekin bu degani 1400 SAT bilan kira olmaysiz degani emas. Hujjatlarga to'g'ri to'ldirilsa va asosan universitet shu narsaga e'tibor qaratadi. 1400 SAT bilan bemalol Michigan University'ga kira olasiz. Keyingi universitet North Carolina University Chapel Hill shahrida joylashgan bo'lib, bu xususiy universitetga kirmaydi, chunki bu Amerika davlat universiteti. Xo'p, bu universitetga talablar qanaqa SAT bo'yicha? 1410 dan boshlab 1530 gacha SAT perfect hisoblanadi, lekin again 1400 SAT bilan siz bemalol bu universitetga kira olasiz. Nimaga? Chunki ular extracurricularga qarashadi, overall dokument taxlashga qarashadi. Shuning uchun agar dokumentingiz to'g'ri taxlangan bo'lib va North Carolina va Chapel Hill shahrida o'qimoqchi bo'lsangiz, demak bu universitet siz uchun. In New York degan qo'shiqni bilasizmi? Men bilaman bu qo'shiqni va shu Amerikadan uzoqlashmagan holatda biz hozir men yoqtirgan universitetlardan biri bo'lgan NYU University haqida gaplashamiz. Bu universitetni kampuslari har xil davlatlarda joylashgan. Kommentariyda yozib qoldirishingiz mumkin, qayerda joylashgan deb o'ylaysiz. Kommentariyda hozir kutib turaman, yozasizlarmi yo'qmi? 1, 2, 3, 4, 5. O'zi NYU Shanghai bor, NYU Abu Dhabi bor va NYU ni o'zi New York shahrida joylashgan. Xo'p, New York University nima bilan tanilgan? Birinchi bo'lib o'zini ijodiy sohalarga urg'u bergan va juda shu bilan popular. Ayniqsa san'at, huquq, biznes fakultetlari very popular va NYU universitetlariga kirish juda qiyin. NYU Abu Dhabi, NYU Shanghai juda qiyin, very selective university. However, ular talab qiladigan SAT bu 1370 dan boshlanib 1530 gacha SAT ni talab qilishadi. Bu degani 1400 bu mezonga tushyapti va sizda 100% chance bor. No, 100% chance. You have a chance, not 100%. You have a chance to get accepted to New York University. New York shahri tasavvur qiling, Central Park. Yana u va siz New York shahrida New York University o'qiyapsiz. Men tasavvur qildim, videoni zapis qilib kelmayapti. New Yorkga ketamizmi? Let's go. Amerikadan charchamandingizlar degan umiddaman va hozir Georgia Technology Institute haqida gaplashamiz. Georgia Tech qayerda joylashgan? Atlanta shahrida joylashgan bo'lib, asosiy muhandislik, kuchli muhandislikka yoki technological faculty ni tanlamoqchi va major tanlamoqchi bo'lsangiz, kirishingiz mumkin agar 1400 bo'lsa. Chunki ularning mezoni 1370 dan 1530 gacha. Use your chance, don't waste your time, prepare better and get accepted to Georgia Tech University. Hozirgi universitet bilan Amerikadagi universitetlarni overall zakruglation end qilamiz. Bu Texas University Austin shahrida joylashgan, Texasda joylashgan va asosan ilm fanga, kuchli professorlarga boy universitet hisoblanadi. Agar muhandislikka, biznesga, huquqqa qiziqsangiz, bu universitet offers you really good programs. O'rtacha SAT ballari 1380 dan boshlanib 1480 gacha. Shuning uchun 1400 SATingiz bo'lsa, siz can be sure that you have a chance to get accepted to Texas University. Bo'ldi. Endi Amerika bilan end qildik, boshqa davlatlarga o'tamiz.
Anyhow, va endi nima deb o'ylaysiz, qaysi davlat haqida gaplashamiz? Of course is China. Потому что hozir Xitoyga odamlar qiziqyapti juda universitetlarga topshirishga va China offers really good programs. Birinchi bo'lib gapiradigan universitetim bu Tsinghua University. Tsinghua Universityga agar siz SATingiz 1400 bo'lsa, juda osonlikcha kira olasiz. Nimaga? Chunki Tsinghua University'ning SAT requirementi 1300 dan boshlanadi va 1500 plusgacha. Bu degani biz yana mezonga tushamiz. 1400 SAT bilan you can get to Tsinghua University. Bu yerdagi BAT degan joyi bor. Tsinghua University sizda academical achievementlaringizga juda fokus qaratadi. Umuman olganda Xitoyga kirmoqchi bo'lsangiz, they don't actually care about your extracurricular. Bilmayman, ingliz tilida gapirib ketdim. Overall siz academic performancingizga in high school qiziqishadi. Shuning uchun agar academically siz prepared bo'lsangiz va muhandislik aniq fanlarni tanlamoqchi bo'lsangiz, Tsinghua University is perfect for you. Just get your documents, prepare them well. Va Xitoyga kiring. Xitoydan uzoqlashmaymiz va keyingi universitetimiz bu Beijing University, ya'ni Pekin universiteti. Pekin universitetining requirementi xuddi shunaqa. O'zi 1400 plus ularga okey. No, 1400 olsangiz bu degani tipa kira olasiz. Chunki o'zi minimumda o'zi qopladingizmi? Demak, agar qanaqadir outstanding achievementlaringiz bo'lsa, Beijing Universityga kira olasiz. Bemalol. Shuning uchun China is waiting for you. Oxirgi Xitoy universiteti bu Shanghai Jiatong University. Bu universityga siz SATs 1400 bo'lsa topshira olasiz, chunki boshlang'ich ball 1350 dan 1450 gacha va undan baland. Agar siz ko'p research qiladigan universitetga qiziqsangiz, again aniq fanlarga qiziqsangiz va Shanghayda o'qimoqchi bo'lsangiz, demak bu university is perfect for you. Xo'p, bo'ldi. Endi qaysi davlatga bormoqchisizlar? Xo'p, endi of course Chinadan gaplashdik, Amerikadan gaplashdik. Yana qayerga odamlar o'qigisi keladi? Bu albatta Yevropa. Ayniqsa biz hozir fokus qilayotgan university it's Amsterdam University. Amsterdam University nimaga sizga okey bo'ladi va nimaga siz uchun perfect bo'ladi? Во-первых, Yevropada joylashgan. Yevropada joylashgan degani bu you have access to all European countries, right? Especially those who are near Netherlands bilan Amsterdam University'da dasturlar mutlaqo ingliz tilida olib o'tiladi va shu uchun agar siz Yevropada Yevropada ingliz tilida o'qimoqchi bo'lsangiz va huquq, biznes, shunga o'xshash sohalarga qiziqsangiz, demak Amsterdam University is perfect for you. Keyingi universitet bu Milan, Italiyada joylashgan bo'lib, Italiya nomi Bocconi University. Endi tasavvur qilib ko'ring, Italiya, pizza, lemons, mamma mia. Agar Italiyada o'qimoqchi bo'lsangiz, Bocconi University siz uchun zo'r. Top tier universityga kiradi va Italiyada joylashgan. Menga order telefon qilyapti. Bocconi University'da nimaga siz o'qiy olasiz? Chunki SAT required SAT bu 1400 va 1500 dan yuqorigacha require qilishadi. Again, 1400 bor, bu degani siz Bocconida o'qiy olasiz. Va yana plusi Italiyada Italian universitylar juda scholarshiplarga shedrida. Agar plyus bo'lmasa, stipendiya yutib olish overall полностью cover qilish imkoniyatida Italiyada yutib olish osonroq bo'ladi. Shuning uchun Bocconi University'ga easily apply, especially ularni moliya fakulteti, huquq fakulteti, biznes fakulteti very strong. Agar Italiyada pizza yeb zo'r o'qimoqchi bo'lsangiz, demak Italiyaga Bocconi University'ga apply qiling. Bola-ponlar, what? Sizlarga video qiziq bo'ldi degan umiddaman. Agar SATingiz 1400 bo'lsa, bu hayotda oxiri degani emas. If you have time, SATni retake qilingizlar. Qayerda retake qilish mumkin va qayerda tayyorlanish mumkin deb o'ylasangiz, bu SAT Tashkent perfect place for you. Потому что SAT Tashkentda sizga biza SATni high scorelarni achieve qilishga yordam beramiz. Bizning o'quvchilarimiz o'rtacha balli 1450 va 1590 olgan o'quvchilarimiz ham kam emas. So come here, come to us, we will help you. Video yo'qdi degan umiddaman. Kommentariyada yozib qoldiringizlar. Boshlovchi va Shachotki deb. Like button, subscription va keyingi videolarda ko'rishguncha.
qo'limga matot beriladi yetib boraman. Texnologiya. Faqat prikol qilib qo'yish bu joyda. I will kill you.